Jigar uchun foydali 5 ta odat, oxirgisi eng muhimi. Har kuni menga beriladigan savollarning katta qismi deyarli bir xil. Doktor, hech qayerim og'rimaydi. O'zimni yaxshi his qilyapman, lekin tahlil natijalarim yomon chiqdi. Jigar aynan shunday a'zo. U shikastlanganda ham jim turadi. Shuning uchun bugun men sizga kutib o'tirmasdan hoziroq boshlashingiz mumkin bo'lgan 5 ta narsani aytmoqchiman. Ya'ni 5 ta odatni. Birinchisi, ertalabki birinchi qaror. Bemorlarimga har doim shu savolni beraman. Ertalab birinchi nimani ichasiz? Ko'pchilik choy, qahva, ba'zilari hech narsa ichmayman deb javob beradi. Men ulardan birinchi 21 kun davomida uyg'ongan zahotiyoq birinchi iliq suv ichishni tavsiya beraman. Lekin ertalab iliq suv ichishdan oldin birinchi og'izni chayib oling. Chunki kechasi uxlaganingizda zararli bakteriyalar og'iz bo'shlig'ingizga yig'ilib qoladi. Jigar tun davomida faol ishlaydi va erta tongda uyg'onganingizda suyuqlikka muhtoj bo'ladi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin shu bitta odatning o'zi bir oy ichida ko'plab bemorlarimda charchoq va og'irlik hissini mutlaqo kamaytirdi. Ikkinchi odatimiz bu kechki ovqat vaqti. Bu masalada men bemorlarimga juda qat'iy aytaman. Kechki ovqat uxlashingizdan kamida 3 soat oldin bo'lishi shart. Chunki sizning jigaringiz soat 11 dan tungi soat 1 gacha o'zini regeneratsiya qiladi. Agar o'sha vaqtda jigar kechki ovqatni qayta ishlayotgan bo'lsa, tiklanishga kuchi qolmaydi. Men bu narsalarni tahlillarda aniq ko'raman. Kech ovqatlanadigan bemorlarda jigar fermentlari yuqori darajada bo'ladi. Imkon qadar soat 6 dan keyin ujin qilmang. 6 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida 3-4 mahal oz-ozdan ovqatlaning. Kechki 6 dan keyin muddatda yengil salatlar, undan yaxshi mevalar iste'mol qilganingiz yaxshiroq. Uchinchisi, harakatning to'g'ri vaqti. Ko'pchilik insonlar sport zaliga borsam bas deb o'ylashadi. Men bemorlarimga sport zaldan tashqari ko'proq shu narsani tavsiya qilaman. Ovqatdan 20-30 daqiqa o'tgach, ya'ni ovqatlanib bo'lgach 20-30 daqiqadan keyin kamida 10-15 daqiqa sekin yurishni tavsiya beraman. Bu sizdagi qon shakarining keskin ko'tarilishini oldini oladi. Jigar insulinga sezgir a'zo. Qon shakar miqdori barqaror bo'lsa, jigardagi yog' to'planish jarayoni sekinlashadi. Kuniga 3 mahal ovqat iste'mol qilsangiz va shu tartibda kuniga 10-15 daqiqadan sekin yuring. To'rtinchisi bu dori masalasi. Bu haqida ochiq gapirishni kerak deb bilaman. Bemorlarim ba'zan o'zlari dorixonadan dori olib ichib yuradilar. Ya'ni og'riq qoldiruvchi, vitamin shu kabi preparatlar. Lekin buni zarar deb bilaman, chunki har bir ichayotgan dorilaringizni keragidan ko'p iste'mol qilish jigar uchun katta xavf. Chunki ko'p dori ichish jigar uchun katta yuk deb hisoblayman. Jigar tabiiylikka yaxshi ko'radi. Ximikat dorilar ichgan saringiz jigarda zararlanish darajasi ko'payib boradi. Bitta dori ichishingiz bu muammo degani emas. Lekin bir vaqtning o'zida 4-5 ta dori ichadigan bo'lsangiz, jigaringiz aniq zo'riqadi. Shifokorga ko'rinmasdan dori ichish bu kerak emas. Doimo maslahat bilan dori ichish shart. Oxirgi odatimiz bu haftalik kuzatuv odati. Ya'ni bu 5-odatimiz diagnostik odatdir. Haftada bir marta o'zingizga 3 ta savol bering. Birinchi o'rinda siydik rangi normalmi, och sariqmi? Ikkinchisi, uyqum yaxshimi? Ertalab uyg'onganda dam olgandek bo'lyapsizmi? Uchinchisi, qorinning o'ng qovurg'a ostida og'irlik yoki noqulaylik bormi? Agarda 3 ta savolga ham ha, yaxshi desangiz, jigaringiz hozirda normal, barqaror holatda. Lekin birontasiga javobingiz yo'q bo'lsa, hoziroq shifokorga murojaat qiling va analiz xulosalaringizni bizga Telegramdan yuboring. Mutaxassislarimiz sizga mutlaqo bepul konsultatsiya berishadi. Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsam, jigar e'tiborsiz qoladigan a'zo. Lekin u siz uchun har kuni tinmay ishlaydi. Jigarga bu 5 ta odatiy qadamni bering. Shu yergacha savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va men ularga javob berib o'taman. Agarda sizga bergan ma'lumotlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni, bizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qanaqa savollar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Men sizlarga bundan ham qiziq ma'lumotlarni yetkazib borishda davom etaman. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha